Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayman ron eshik derazalarimiz ustunovkalarini tugatib oldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Harses qishlog'iga o'rnatib berdik. Bu joyimizga jami uzunligi 5 metr so'rini oldiga. Bu tomoniga padol eshiklarni ham mosladik. Bu tomoniga bitta eshik, bitta deraza. Chiroyli qilib moslab o'rnatib berdik. Xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham go'zal holatda bo'ldi. Mana Akifani original profilidan zolotoy dub eshiklariga 2 qavat oyna shatlankalarni joylab berdik. Bu derazamiz ham oynalari 2 qavat. Bu tomonimizni oldayman romimizni oynalari 1 qavat yo'duvi. Zamonlarimiz mana har doimgidek turetskiy original zamonlardan eshikda ochilib yopilishli girovkalari go'zal holatda. Bu ichki holati. Qadrli kuzatuvchilar, ko'rib baho berasizlar. Ichkarida so'ri bor ekan, mana so'riga moslab 40 sm suyanadigan holatlarni joylab berdik. Xudo xolasa girovkalari go'zal holatda. Navbatdagi ochilishimiz bu ham go'zal holatda, xudo xolasa. Bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, oldi ayvon 5 metr so'rimizni oldi. Padol eshiklarni ham mana komplekt joylab berdik. Bitta eshik, bitta deraza hammasi bo'lib 13 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Mana eshiklarni ham yaqindan tanishtiraman. Bu eshigimiz ham mana shatlanka gullari doimgidek o'zimizni chiroyli gullardan. Zamonlari buni ham girovkalari go'zal holatda. Ichki holatlarini ham ko'rsataman qadrli kuzatuvchilar. Xudo xolasa derazalariga mana podokonilarni qo'yib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib moslab qo'ydik. Derazalarning ham ruchkalari original ruchkalardan, xudo xolasa turetskiy. Osha-moshalari mana har doimgidek o'zini Akfa firma. Bizi telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Akfa Plus, MDF yog'och, eshik-romni barcha turdagi mahsulotlarga ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.